Assalomu alaykum, hurmatli uylanaman, keyingi yil uylanaman, bu yil chiqib qolardi bu yurgan ukaxonlarim. Mana sizlar ashnaqa deb yurgunlaringgacha bitta bolalar уже to'yda qilib meni chaqirib mana ukaxon, akaxon bilan biz xizmatdamiz. Akam bitta. Arsifda bugun xudo xolasa yondirganiga eganmiz, chiroyli qilib mana svидетель ukamiz bugun xizmatdalar. Siz uylanganmisiz, uylanmaganmisiz? Siz ham meni kasalim, sizni ham davolaymiz xudo xolasa. Siz endi do'stingiz bilan qanaqa do'stlar sizlarni? Sinfdoshmi, ko'cha o'rtaqmi? Ko'cha o'rtaq. Yo'q, qoyil. Hamma ham hali svидетель bo'lavermaydi, bilasizmi aka? Tomog'im ham tiqilib qolyapti. Kuyov bolani bugun xudo xolasa syomka qilmas ekanmiz. Bu ham sensatsiya. Tushmayman, kerak emas. Qizlar ko'z tegib qoladi dedi, o'shancha olmayapmiz. To'g'ri, men ko'zga yaqin bola ekan, haqiqatdan ham qaddi qomati kelishgan, istarasi, issiq chehrasi yorug' bolalardan. Ha, o'shancha olmayapmiz, ko'zlarini tegib qolmasin deb g'oyibona, lekin tilaydi mana svидетелimiz udarini qiladi xudo xolasa. Mana bu? Ayting. O'ynab kulib baxtli bo'lib, battar bo'lib yashab yurishaversin. Baribir tilaylarda udar o'zimda bo'ladi. Kuzatib oling, mana xudo xolasa shunaqa qilib kuyov bolalarni. Sizlar yuribsizlar, lekin operator ratsiyaga chaqiryapti meni. Sizlar kuzatib olinglar, men ishni davom ettirib turay. Bolachalar ham yomon. Xodani ko'tarib olibdi, voy, xoda ko'tarib chiqib olishdi, voy mana. Kichkina bolachalar. İşler qalay aka? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qizlar, menga qaranglar. Hali erga tegmayman, turmushga chiqmayman, hali kallaga nima qilishim kerak, hali ishlashim kerak, bu narsalar qilishim kerak deb bolalar, men statistikani o'rganib chiqdim. Ishonasizlarmi, respublika bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha bolalar kamayib ketyapti-ku. Endi o'ylanglar, mana shunaqa qilib nos qilib yuraversalar, qolasizlar. Mana bugun xudo xolasa men Toshloq tumani kommunizm MFga kelganman. Mana yana bitta bo'ydaq, mana zo'r mana kelishgan bola ketdi safdan mana bugun. Ukamiz bugun xizmatdalar xudo xolasa. Jigar bugun svидетель maqomida o'zingiz. Sizlar qanaqa o'rtoqsizlar o'zi? Eng yaqin o'rtoq bizda. Sinfdosh, ko'cha o'rtoq. Ha, necha yil? Yo'q, ham sinfdosh, ham o'qib, ham yana svидетель. Aka, qo'yili. Bunga qanaqa oqibat bo'lish kerak? Bir yoningizda turish uchun, svидетель qilib saylanish uchun ham aka juda katta, aka. Tilaydi udari bo'lsin. Yorib yuboradigan onadan. Do'stim baxtliman. Birinchi o'g'riyam bo'lsin. O'g'illarni o'ziga o'xshaversin. Zo'r, haligi zo'r sinfdoshlar nima kuyov bola? Zo'r sinfdoshlar birinchi o'g'il bo'lganda kalaska beryapti ekan. Eshitdingizmi shu yangilikni? Ilhomjon akam boshi, Ilhomjon akam tez-tez uylansa bo'ldi. Nechinchi yil Ilhom aka? 97-chi Ilhomjon. Orzu magazinida ishlaydi, ochadi. Ilhom aka, eshiting, Ilhom aka qattasiz. 97-yil o'siz aka bag'i o'zi yetib kelib qopti. Aka o'zi davolamasak bo'lmaydi sizni ham. Bolalar o'zi tavsiya qilib yuborishyapti aka. Kuyovlar kayfiyatlar qalay endi bugun? Kelin bilan qanaqa qilib tanishdingizmi? Ya'ni ko'pchilik juda qiziqyapti shu narsaga. Muhabbat? Yo, uydagilar topganmi? O'z topgansiz, endi hisobda to'g'ri. Yaxshi. Ilohim hammaga ham shunaqa baxt nasib qilsin. Hamma ham shunaqa baxt mashinasida yurishlik nasib qilsin, jigar. Sizga mustahkam sog'lik, mustahkam baxt, eng Toshloqda ko'ringan insoni bo'lib yurishingizni tilab qolaman aka. Xudo xolasa farzandlik ko'rganingizda ham, raddumlaringizda ham kelib xizmat qilaylik birga bo'lib. Qizlar, mana bugun ham bitta bo'ydoqni mana safdan badara qildik. Xudo xolasa yana bittaga kamaydi bo'ydog'imiz. Endi bu juda tez kamayib ketib qolishyapti. Hozir bir noyob bo'lib qolyapti bo'ydoqlar. Tushunasizlarmi? Harakat qilinglar, noz qilmanglar. Iltimos.